Hokim bova sizni ko'rgani keldilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchasiz? Bayramlar bilan. Iloyim. Mana bugun mahallada bayram qilib, hammani taklif qilib chaqirdik. Keyin so'rasam kelmadilar dedi. O'shanga keyin ular kelmasa o'zimiz boramiz deb o'zimiz kelaverdik. Protez olurdu. Bittasi shuncha boy, protez shuncha baland ekan. Protezni to'g'rilab bersak taqib yura olasizmi? Ha, uni taqsa bo'ladi. Uni to'g'irlattirib beraman men protezingiz bo'lmasa. Boshqa bir kamchilik yo'q. Bo'ldi, uni ham hal qilamiz. Alloh hamma kasbkorga baraka bersin. Allohu akbar. Ko'rib xursand bo'ldim. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz bayramlar bilan. Navruz bilan, hayit ayyomlari bilan. Kamchilik bor, Ravshan aka, bilasiz-ku, kamchilik bor. Mana shunda kolyaskada yordam qilinglar, kolyaska. Farzandlar nechta yerda? Ikkita. Xabar olib turibsizmi? Ular kelib turibdimi? Xabarlashasizmi? Yo'q. Kontakt yo'qmi? Yo'q. Ancha bo'ldi-da o'zi. Qayerda yashaydilar? Toshkentda. O'g'lim 4 yoshligida rahmatulloh ketdi, bitta qizim bor. Hokim aka, agar shu bir yordam qilsangiz borku, menga bitta apparat bor-ku, unaqa duradgorlik apparat. Duradgorlik apparat bo'lsa, men mana bu yerda asalar boqmoqchiman-da. Men jiyanim asalar boqadi, bu yil 2 yashik beradi, xudo xolasa. Onam ikkalamiz, onamning ham pensiyasi, men faqat pensiya bilan kun ko'ryapmiz-da. Agar anavi bo'lsa, ham o'zim ishlayman. Ham sal arg'izingda daromad bo'ladi-da. Bayramlar bilan. Pulingiz sog' bo'lsin. Yordam qilsalaringiz yaxshi bo'lardi. Asallari bo'lsa bor-ku, men asallarini kolyaska bilan ham yoniga bora olaman-da. Qidiramiz, variantini ko'ramiz. Siz